Buni ko'rib qo'rqib ketmang. Shunchaki xitoyliklar azaldan dala qisqichbaqalarini sholichilik bilan birgalikda yetishtirish modelini ishlab chiqqan bo'lib, bu yuqori foyda va barqaror samaradorlikka olib keladi. Ular sholi dalalarini qisqichbaqalar uchun yashash joyi sifatida foydalanadilar, chunki ular tabiiy suv, mo'l ozuqa va o'sish uchun xavfsiz muhitni ta'minlaydi. Dala qisqichbaqalari toza suvda yashaydi. Sholi dalalarida mavjud bo'lgan suv o'tlari, hasharotlar va mayda organizmlar bilan oziqlanadi. Bu esa ozuqa xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga, qisqichbaqalar suvni tozalashga va zarar kunandalarni cheklashga va sholining hosildorligini oshirishga yordam beradi. Yig'im-terim mavsumida qisqichbaqa yetishtiruvchilar yuqori sifatli va bozorbop mahsulotlarni qo'lga kiritadi. Fermerlik xarajatlari past, o'sish davrlari qisqa va bozor talabi mo'tadil bo'lgan ushbu model barqaror qishloq xo'jaligi ekotizimini saqlab qolgan holda fermerlarga yuqori foyda keltiradi. Tabiat bag'ridan chiqayotgan kontent uchun obuna bo'ling axir.